Assalomu alaykum aziz do'stlar. Erta tongdan xullas plajga ketishga qaror qildik do'stlar bilan. Bilmayman bular tushiga kirganmi? 3 kun dam olish deb hamma joyga aylanib kelmoqchi shekilli bo'ldi. Xullas vlog qilishga qaror qildim buni. Kuzatib boring, obuna bo'ling. Vlog davom etamiz. Biz do'stlarimiz o'zimizdan bitta bir 50 metrcha, 100 metrcha nariroqda joylashgan, xullas o'ta yaqin. Aşağıdan to'g'ri yursak, sal yurgandan keyin chapdagi uy o'sha Hasanboylar, Jabbo'r Hasanboy. Ko'chalar juda ham toza. Musor soladigan yashil ketish desa ham bo'ladi. Musor solishdi bu yoqda. Shuni eslatib o'tay, ma'lumot uchun. Har kuni ham musor olib ketmaydi. Aniq bir sanalari bor. Shisha idishlar uchun alohida kun, plastik idishlar uchun alohida kun, keyin oziq-ovqat chiqindilari uchun alohida kun va yana umumiy chiqindilar, masalan qog'oz, shunga o'xshagan narsalar uchun alohida kunda olib ketishadi. Hasanboylar uyiga keldik. Hozir chiqsa Qomatsiz yangi kiyimli bo'lib chiqdi. Yo'qda magazin bor ekanmi, qanaqadir? Bayda Husan aka bor ekan. Ya gapi. Yarashdilar-ku. Plaj haqida informatsiya beringchi. Plajga ashdan chiqamiz, ishdan qaytamiz. Ya necha pul bilan ketishimiz kerak? Nimalar olib olish kerak? 2400 bilan ketamiz. Короче, borish kelish 2400. Borish kelish o'xsham. Shaharga muncha bormasdim. O'zbekistonda. Xo'p, nimachi? Nimalar olib olish kerak? Ovqat, sochiq, suv, ovqat endi o'z o'ziga. Masalan, ko'p yeydigan bo'lsa, to'g'ri. Ko'p restoranlarda ko'p yeydigan sevib odamlar. Ha, rahmat informatsiya uchun. Xo'p, yeyliklarni chiqarishdi bolalar. Hasanboy, qanaqa? Tinchmi? Ana Temirdan zakaz qilgan kiyimlarni o'zi plajga borishdan maqsad nima edi, Hasanboy? Kontent olish, kontent. Yo'q, unaqa emas. Yangi olgan kiyimlarni maqtanib kelishdi. Cho'milish maqsad, cho'milish. Ketdimi? Hozir qayerdan savdo qilamiz? Oq yo'qmi, oq kiyading. Shu yo'qda nari kiyimga olsak kerak. Oq krossovka kiyishga ketdi. Marhamat. Hozir kutib turishimiz kerak. Necha pulga tushishi dvoykangiz? Deb 1.5 million. 2 million. Atirguli bormi? Atirgul uchun qimmat ekanda. Toshdan gullar qo'ying bo'ldi. Xullas, plaj haqida nima deysiz? Plaj haqida Bor ko'rganmiz hali? umrimda bormaganman, endi borish niyatim bor edi. Mana niyatim to'g'risi bugun amalga oshadi. Shunga harakat. Siz O'zbekiston 24 da emassiz, bemalol gapiravering. Qaysi marketga boramiz endi? Priyaga kirib, o'ziga o'tamiz. Ha, bo'ldi.
Avstraliyaga ketamiz, savdo qilib, bu yeguliklarni olib olganimizdan keyin vokzalga ketamiz. Vokzaldan poyezdga o'tiramiz. Bitta yarim soatlik yo'l deyishyapti. Yarim soatlarda yetib borar ekanmiz plyajga. Kuzatishda davom eting. Yuring tezroq, o'rniga ketib olaysan. Bitta o'zingiz ketib tezroq yurib olaylik bo'lmasam, o'g'lonlar bilan birga tushasiz endi. Bitta o'zingiz bo'lib qolmaysiz. O'sha pulni o'zi chiqadi-da baribir. Ketdi. Kosmosga kirgan keldik. Bozorlikqa keyin suv bilan. Urug'siz uzum ekan. Ha, yo'q. Uzum juda qimmat o'rtoqli. 1700 yena. Xo'p, bu yerdan hozir traildan suv bo'lishga shunga o'xshagan narsalar olamiz plyajda. Ochiqmaslik uchun, plyajda yeyish uchun. Keyin vokzalga ketamiz. Qisam bo'lib suvga o'tib ketishdi. Mana bolalar suv olmoqda. Fanta oldik. Mana bir ikkita narsa olsak bo'ladi. Xo'las, mana shunaqa yengil narsalarni oldik. Hozir ham kassaga ketamiz. Bolalar o'zi zavtrakni boshlab yuborishdi mana. Yaponiyani mashhur manzaralaridan bittasi. Yoqimli ishtaha. O'ziga o'zi mana yoqimli ishtaha tilayapti qisam bo'y. Rahmat deb qo'ymaysizmi o'ziga? Rahmat. Nima qilyapsiz? Ha. Jabur nimadir demoqchi ekan. Narsani taklif o'tmoqchiman shu yerda. Yaponiyani menga eng yoqqan jihatlaridan bittasi ko'chalardan mushuk tashlaydigan axlat idishlar topolmaysiz. Bunaqa qilib yig'ib yurish kerak. O'zingiz yig'ib olib ketishingiz kerak, uyingizdagi mushukni tashlaysiz. Ana madaniyatni ular 20-30 yil oldin boshlagan ekan. Rahmat. Intervyu uchun. Siz ham nimadir deysizmi? Yo'q. Endi vokzalga qarab yo'l oldik. Mana sizlarga manzara.
Hop, Izumi Station'ga keldik. Velosiped stankasi. Endi uxlashimiz kerak yo'llarda. Mana do'stlar, manzarasi. Izumi Station'ning yoni, ya'ni Izumi bekati. Bu yoqda Izumi bekatini ko'rib turibmiz. Juda chiroyli qurilgan ekan, haqiqatan. Ostonboy narsalarni yig'ishtirish bilan ovora bu yoqda. Olmasa ho'kizdan oling. Yo, чуваки. Ichkariga kirib, biletga to'lov qilishimiz kerak. Hozir ichkariga kiramiz, bilet to'lovini qilamiz endi. Mana bu lokatsiyalar, yo'nalishlar ekan, karta. Xo'p. Boyagi kassa Shinkansen ekan. Narigi tomonga o'tib, bilet olishimiz kerak ekan. O'sha yerga ketamiz. Sağ ol. Sonra bak gitti. Rahmat. Salomat bo'ling. Hop. Narigi tomondan o'tishimiz kerak ekan. Samuel, bir aytdingizmi Samuelga? Ana Shinkasanga olib qo'ymasin. O'rtaga kelsa endi birga olamiz, bitta joyga olamiz. Poyezd qadamiyalar ko'pmikin, Mana velikni ko'pligini qaranglar. Bu yoqda velosiped asosiy transportlardan biri va statusi eng yuqori transport. Shu velosiped bilan, velosiped, skuter mana shunaqa. Sen biz biraz Sonbay qidirib yuribdi bizni. Buna bo'lmaylar, kuturmaylar. Kulki ishtiradi. Bekatda yolg'iz aka Bag'da. Yo'q. Ko'rdimi, ha? Aha. Nech pul ekan? Hozir bilet olamiz. Nima nima edi plyaj? Boradigan joy. Xullas, Akone Oshima degan joyga bilet olyapmiz, kassa yonidamiz. Havo salgina issiq. Xullas, borish qaytishda biletning narxi 1400 yen ekan. Agar faqat borishga bo'lsa 1200, borish qaytish olganlaringiz ma'qulroq ekan. Shunaqa gap. Hozir biletga to'lov qildik. Biletni olishimiz kerak. Biletlarni oldik. Kutish zalidamiz hozir. Hop, endi biz tepaga chiqib narigi yo'lga o'tishimiz kerak ekan. Temir yo'lning narigi tomoniga. Mukovning temaki. Necha minut yurishimizni kim biladi poyezdda? Hisobla. 20 minut yuramiz, 21 minut.
Ha, xo'p. Ketdik endi mana biz. So'ng Yaponiyaga kelmaganingizda qayerga borardingiz? Yaponiyaga kelmaganimda O'zbekistonda yurardim. Ha, boshqa davlatlar ham bor demoqchiman. Boshqa davlatlar yoqmaydi, Yaponiya yoqadi menga. Chunki men yapon tilini bilaman xolos. Husanboy, sizga men ochig'ini aytay. Siz Yaponiyaga kelish uchun, yashash uchun yaratilgansiz menimcha. Tomonga kelarkan, uka. 8 soatimiz 11:23, 11:13 qo'ygan ekan. 11:23 da bizning poyezdimiz yurar ekan. Xullas, mana bu tarafdan chiqar ekanmizmi? Poyezdimiz keldi, hozir chiqamiz. Boshqa ekan. Ha, boshqa ekan. Hech qasdan deyapti, hisoblar. Ana, Aniqlashtiringlar, o'rtoqlar. Ha, bo'ldi, nargisi ekan. Nargi tarafdan chiqar ekanmiz biz. Mana taraf. Xo'p, mana shu poyezdimiz ekan. Mana bola o'sha yerga ekan. Ha, bo'ldi. Qayerga joylashamiz? Mana shu yoqqa joylashar ekanmiz. Mana biletlarimiz. Salqin ekan-a, ichkari? Do'stlar, biz yurishni boshladik. Mana manzara. Bunlardan shuncha 35 minutlar, 37 minut atrofida yurar ekanmiz poyezdlar. Hozir ko'ramiz, qancha yuramiz. Agar haqiqatdan ajoyib manzaralarni ko'rib, tomosha qilib ketar ekansiz, tavsiya qilaman. Shaxsiy amalga chiqib turishni. Mashinaga o'tiraman. We will soon make a brief stop at Kakaono. Biz keyingi bekatda tushar ekanmiz. We will soon make
ko'rsatishimiz kerak ekan. Hop, biz manzilga yetib keldik do'stlar. Mana o kutubxonami? Hammasi? Normal joylar bor ekan-a? Ha. Rasmga tushsak bo'lar ekan kutubxonasida. Biz pashta yetib keldik. Где-то sohilgacha 10 minutlik yo'l ekan. Peshqim 10 minutda yetib boramiz xudo xolasa. Nima qilyapsiz? Baklashkani tashiyman deb yuribdi bu. Sen to'g'ri o'tirib qo'ygansiz. Qanday Yo'qsanmi oldinga? to'g'ri o'tirishni o'rgating Husanboy shu bolaga. O'tirishdan oldin jo'rkini tozalayapsiz. Ana hokimning gapidan bo'ldi. Yo'q, siz oldin Qo'llaringizga qaytasiz. o'tishni aytyapsizlar. O'tishmaysa, oyda jetskaga ketadi. Bir sendan tushadi, bir sen o'tib qaytasiz. Shunaqa ko'p pul. So'mni bir tomoni. Bir tomoni bor, 5 so'mga. Mana binoni ham o'rgangan, shu bino ham. Yaxshi bino bo'lyapti. Yo'q, ko'rdi. Shunaqa pechchilik, ertaga ham shunaqa pechchilik. Ertaga ham mana shu yoqqa kelamizmi, Muhammadov? Har kun kelayotgan ekansiz. Hozirda ishdan chiqib Nanday bo'yi. Bolalar bilet olyapti. Nechi pul ekan Muhammad? Hay. Ay, harakat qilmaymiz. Bilet oldik. Biletlarimiz 1000 yena ekan. 500 borish, 500 qaytishda, to'g'rimi? 500 borish, 500 qaytish ekan. Bizda nariga sohilga olib o'tishar ekan. Boshlab chiqdik. Tushunmadim biz qayerga tashlaydi biz hozir? Makka tashlaydi-da, biz yoqqa o'tamiz keyin. Makka o'tamiz, a? Mana shu yoqqa borar ekanmiz biz hozir. O'q bilan. Biz hozir bu yerga tashlaydi, bu orolga. Makka o'tamiz. Kichkinagina orolcha ekan-da. Ajoyib. Orollik bo'lsa kerak mana bu lanchvingni. 1100 yena, 1050 yenaga ovqatlari bor ekan. 600, 950. Eng arzoni 300 yena ekan eng arzoni. Mana kelish vaqti yaqinlashgan ekan. Hozir o'shani yoniga borib o'tiramiz. Suhbat qilishimiz uchun. Yana Husanboyga atakami. Ertaga chiqamiz. Keyingi safar kechqurun 3 dan boshlab chiqamiz, bo'lmaydi bu yer. Meva daraxtni deb o'ylayman, rahmat. Nima bo'lishi mumkin? Meva daraxt, lekin bular iqlimiga to'g'ri kelmaganda meva sog'lig'iga yomg'ir. Mana bu yoqda piknik qilsa bo'lar ekan. Shuncha narsani nima qilar ekan?
deysizmi? Narsalar ana idishni ichida ekan. Mana ustiga yopadigan nima deydi? Katta mazza joylar ekan. Shamoldan bilinyapti. Qaysini? Voy, bildi. Mana nima? Shu yerda ham ish qidirib o'tiradi o'ziga borka. Ana. bilan turaganda suvda universitetda. Men turagan shuncha og'ir beradi. Suv ko'tarib turadi uchalasi. Demak, mana Shuncha og'ir narsani deb qarang, men semirib qoldim. Mana bu yoqgacha ko'tarilgan, значит. Mana shungacha ko'tarilgan. Qirilib ketgan. Suv ko'tarib. Bilmaydi. Kinodan ekanligini bilmaydi. O'zini davlatida. Igrichasini sen bo'ldi. Taylanddan To'lama chiqib oldik. kepga ochib qo'ymaydi. Jabor taassurotlar qanaqa? O'tsa dahshat. Havo so'ragani? Taassurotlar qanaqa? Ha, oppacha bilay. Taassurotlar Biz yo'lga chiqdik. Yo'lga boshladik. Havosi mazali ekan. Birga ham bo'la bilan. O'zi telefoningiz bormi? yo'q demaydi, bunga tushunmaysiz.
havo cho'tka ekan haydaganda. Wow. Manzarani go'zalligini qarang. Endi har hafta olib kelamiz siz Jabbor. Sabab borda, har hafta olib kelamiz Jabbor deyapman. Sababi keyin hayotga bo'lgan qiziqish ortib, men bo'ldi, bo'lsa ishlayman endi. Ani yasumay qilmayman deb. To'g'rimi Husanboy? Har hafta kelamiz debman Jabbor bilan. Yasumin nima kerak bor? Namoyish. Ishlagan kelganmiz ishlashga. Taksi bo'laveradi. Ha? Ham chiqish kerak ekan. Yoqtirgan odamingiz bilan dayram ketib Agarcha Faqat yoqtirgan odamlaring bilan chiqinglar ekan. keyingi shanba ham kelsa bo'ladi. Akkuni olishman. Qolgan Kartasi ekan. Keyingi shanba kelsa bo'ladi, faqat qolgani. Ha, qolsa bo'ladi. Qolgani kelish kerak aka. Samboy keladi. Sen bo'ladi. uramizda. Qayerda qolasiz? qolgani deyapti. O'sha Korоче, aytdim xonada bor ekan, faqat xonani qoldi. Uni tushamiz, ana tushamiz. Xonani o'zi? Kech uchganman. Ha, xonani o'zi ekan, unga bilmas so'raman. Korоче, bo'lsa bir kuniga bir 2-3 ming deb. Arzon ekan-ku. Uyga qaytaramiz tinchgina. Kuniga endi yostiq shunaqa ajoyib olib kelsak, shadir kempingga qolaveramiz, yegani bo'lmalar. Prям yig'ib kelish kerak. Ham kerak, hech narsa kerak emas uyda. Qulib bitta uxlaysan turasan bu. O'shanga Hamma narsa Husanboy uchun osonda, bitta uxlay turadi bu. 23 kun короче, 10 akam bilan kelsak bo'ladi. 10 akam kelaman deb turuvdi. 23 kuni. Yaponmi? Ha, 10 akamsan, kelaman deb turuvdi, shom bilan kelamiz. Moshlasi короче, addish yuklaymiz, hamma narsa. Yo'q, buni nech pul ekan deb, u ketyapti-yu balonni. 1,5 ming nima shunga? Qaysi balonli ha? Yiqilib Ha. Ko'tim yerga tegmagan ashaylar. Qayda cho'l bilamiz, uylarni turamiz. Tezroq yuraylik. Shiddalanmasdan. Azona qilgan uni, o'zi past. Rahmat olaylik, mesela bu tomonga qizlarga yo'l bering. bu orqamda men ular videoga olmoqchiman hozir. Ataylabdan videoga olib yuribdi uni. Ataylab olib yuribdi. Men faqat o'zim videoga olyapman deb. Ne bekorga olib kelmadinglar? Sani videoga olaman deb olib keldim. Suv tagida olaman deb. Ha? Suv tagida olaman. Suv tagida, suv tepasida, suv tagida bitta drona olish kerak ekan. 1 soatlik kontent olib ketaman dedim. O'g'ilga kerak o'zini olib ko'rib turadi. 20 soat ekan bu. Bugungi dam olish kuni dedi boshlaysizda. Yo'q, bugungi dam olish emas. Har kungi ishim deyman. Mana shu ishdan iborat. Oylik shu 15 larda tushaveradi. Mana shu bor. Ketin yurganlar video qiladi. Bugungi dam olishimda mana sizlarni yorita boramiz. Bugun nima ish qilishimni ko'ramiz, dam olish bugun. Ya ketdi desanglar, har dam olishlar qayerlargadir boraveramiz. O'zi shunaqa qilish kerak ekan. Qaytish yo'q. Endi biz Men o'ylabman, prosta ishga, uyga deb o'ylabman bu dunyoni sxemasini. bizni aldashibdi. Aldashdimi? Yo, biling. Aldashibdi. Kim aldadi? Aytavering. Borib qulog'ini tortamiz. Bahrom aytdi. Qaramagan gapiga ishonavering. Aldab qo'yadi biroq. Aldabdi-da. Aka, Men ham o'yladim, aldayapti shekilli deb o'yladim. Yaponiyaga kelyapsan, faqat ishlaysan deganlar. Tamomda. Faqat ishlaysan. Uying tovasan kattaga. O, nari tomon. Qaror qilib qo'ying. Qaytib keldi bu qo'san mana. Ya, kattaga aylantiradi hozir. Mana yana chiroyli joyni ko'rsataman sizlarga. Aka, umid Palatga qo'yibdim mana. Qarang kichkina palatgacha. Uni Ha, to'g'risida. yosh bolasi boshiga yedi. Bo'lishi mumkin. Mana unaqa aravachalardan olib keldim ko'rasiz. Zo'r narsa ekan. Mana shunaqa piknikka chiqqanda.
Mayka söyleyelim ki. Bo'ladi. Bosh farq yo'q. Lekin bezbas zonadan tashqariga chiqmaslik kerak. Men uchun mumkin emas shunaqa. Ha, jiletkalar bepul bo'lsa kerak. Ha, jiletkalar. Раздевалка. La hali ko'ylakda, men ko'ylak olib Ayollar ko'ylakda-ya. Ha, maykacha. Ana qo'ygan. Maykacha kiygan. Cho'milishga ketdik. O'rtoqlar. mumkin emas kerak. Joylar ekan. Hozir cho'milib chiqdik. Mazza.やっぱ4角形になっちゃうよくない四角形なんで真ん中にひし形にするひし形にしましょうひし形にしようでセッター1人セットしてチーム対チームラストリベンジ負け終わり負け終わりは言うやろ右半分全部拾うオッケーですいきますいいサーブアウトアウトよっしゃー全選手よしよしいいサーブいいサーブ Biz yangi lokatsiya topdik. Mana shu Orolda orqa tarafda ekan, hozir borib ko'ramiz. Yo, men qaytgan bo'lardim-da. Cho'milish mumkin emas ekan bu yoqda. Musor qilib tashlabdi bu yoqda. Kimdir joylashibdi mana shu yoqqa. Kimnidir tapishkalari turibdi. Bollar mana shu kichkinagina nima deydi? Kichkinagina joyga chiqmoqchi ekan. Gap yo'q, endi tushinglar, ketdik. Ha. Qoyaga chiqishga urinib ko'ramiz endi. Yo'q lekin yo'l.
ruhshunos deydi. Ajoyib joy. Hatta yaxshi joy ekan. Golden Shoes. Meni boya sezdim. Yotib qoladigan 2-3 kun yotib qoladigan bo'lsa kerak deb o'yladim. Mana shu yerlar. Lekin hozir unaqa bo'lmasa kerak, ha? Ana eskiligini qarang. Juda eski ular. Kimdir yashaganda chiqib turardi, uydan kirib chiqib deganda. Safarimizni yakunladik. Eslatib o'taman. Yoqqa kelganda ozroq pul olishlar kerak. Dush ham 100 yen. Bo'lmasa suv ishlamaydi. Safe bor. Safe ham 100 yen. Qachon 100 yenni sosalaring, keyin o'sha safe ishlab boshlab pul qilasizlar, kaltini olib berasizlar. Mana shunaqa. Shunaqa gap. Xo'p, bu yoqdagi kafega keldik. Kafening nomini bilmayman, qanaqa. Lekin yaxshi kafega o'xshabdi. Anundagi bekatdagi lunch menyu shu ekan. もう登場しいけん。今もう時間がお昼終わったからバーガーはできる。ああ、これだけ。これだけセットじゃなくていいですか？これバーガー。 今ね、salatlari bilan. Xullas, o'rtoqlar, men bu baliq go'shti burgermi shunaqa narsa ekan. 600 yen ekan. Faqat tushib qolgan ekan. Soat hozir 4 ga yaqinlashyapti, shu uchun tugagan ekan qolgan ovqatlari. Mana shuni bir tatib ko'ramizmi degan planimiz bor hozircha. Boshqa ovqat tanladik, hozir pul solish kerak ekan bu yoqqa. A to 2 marta bosildi, 2 ta ovqat uchun. ovqat bo'lar. Xullas, anaqa chek berar ekan. Yurang. Xullas, o'rtoqlar to'lov qildik. Mana bunaqa narsadan, mana bundan tanladik. Mana shundan qilib beramiz deb, to'g'ri Nikola. Bu qanday? Bu qanday ekan? Bilmayman. Bu qanday ekan? Bu qanday ekan? Mana buni yeb ko'rganmisiz? Sakana ekan. Yo'q. Hech qanday ekan. Mana buni yeyvering unda. Guruch, mana sal achchiqroq tovuq ekan. Yana nimalarni qo'shgan ekan, salat, tutasiz. Mashina qilmoqda. Qattiqmi? To'g'ri Kafeni ko'rinishi. Husanboy bilan Jabbor ovqat tanlashyapti. Husanboy hozir kech qoldi. Qaraga o'yin endi. Olavering. Yo'q, O'tiraman. yuraverasizmi? Yuring. Yo'q. Ana to'ydagidek. To'ydagidek. Deqdir, araq kelsa, araqalga qaraydi. Hozir ashib qayerga keldi? Lekin sen Shu ovqat 1100 ekan. Hozir ko'ramiz deb. Oxiri kelmadimi deyman, hamma. Meni Guruchni ham o'zi sut qilib beribdi. Sayda qolib ketdi ishani o'ydi.
O ketdi. Şeyde qolib ketdi deydi. Bular qanaqa qaytadi unda? Solgan odamlar. Şeyde qoladi. Shunaqa reys bor. 5,5 gacha ekan. 5 ta keladi, undan Shundan keyin so'rasiz? 5,5 da keladi. O'yda o'tirganda hozir sen to'pni bor, yana sud ichida olib nozdan yurgan payting ana opalardan so'radim-da, necha ishlaydi. Sakkiz. Mana o joyda 3,5 gacha dedi. Ag'ya boryapti birata. 3,5 da mana o joy bekiladi dedi, ona kalonka dedi. 4,5 da dedi oshxona bekiladi dedi. 5,5 da qo'ni hamma yo'q bekiladi. Ona kema 5,5 gacha keladi dedi. Katta rahmat opa dedi. Ahli rahmat deb qo'ydi. Hozir aybar bo'lavermasa, jalam bunday qilib yeyish yaxshiroq bo'ladi. Ha, do'kinmasdan gapir. Video olinyapti-da. Shuni kesish uchun men boshdan oxirigacha qarab turishim kerak videoga. Muzika qo'yib qo'yasiz. Tur videosini yopib qo'ysan. Mazasi zo'r ekan. Shu nuri qo'taganmi? Shunda yaxshi qoladi. Menga yoqdi. So'mga yo'qada. Qancha kelar ekan so'mga? Yo'q, nima yo'q. Nafsiga qul kimsaman. So'mga rosa qonun ochibsan. Ha. Mazasi Vah, zo'r ekan. shu polni yetkazib qo'yishingiz shartmi? Ha. 2 soatlik video qilaman. Nima qilyapti bor, yayradi bor. Xullas qaytamiz. Kafedagi ovqatlar mazali ekan. Rostdan yoqdi. Bu yoqqa esinglar qanday borib yo'q. Nari qarang, eho bo'lyapti-da. Mana shu kichkinagina nimada ketamiz, kemachada. Menimcha qolganlarni ham kutsak kerak. $30,000 ekan. Ha, xullas 30,000 keyin jo'nar ekanmiz. Qolganlarni ham kutishimiz kerak ekan. Bo'yda ishda. O'zbekiston gapiring. Juda qiziqarli bo'ldi. Biz jo'nayapmiz o'rtoqlar. Bu yerda 2 minut, 3 minutdan keyin juda 10 daqiqa yuramiz. Bekatgacha, bekatdan o'sha vokzalga boramiz, vokzaldan uyga qaytamiz poyezdga. Biz shunaqa gaplar. Sayohatimiz ajoyib o'tdi. Obuna bo'lib, like bosishni unutmang.
5gacha ishlar ekan bu plyaj. Oxirgi sayohatchilar bo'ldik bunga. To'g'rimi, Xo'miz? Davlatga boshlangan xarajatlarcha pul olmasdan sayohat qilish kerak. Ana. Omad Swift'ni tavsiyalari edi bu. Beni yakın. Seni yapacak bir şey değil. Paxtadan kelgan bo'lsa, Sizga qattiq ekani, hatto dam olish kunlarida. birimiz bor. Yoki har shanba Faqat vaqtda ko'rasiz. Qiziqlar hamma orqasiga to'ymaylar boshqa. Ha, ketdik ya uyga. ishlar ham hatmay bo'yotmasin, men ham Praga olib ketay. Ya bugun oralga deb qo'ying. Mayli endi gapirib o'l desa. Bu bola bilan Qirq boraman. Endi ketamiz. Balki 1 soat, balki 2 soat kutishga majbur bo'lib qolishingiz mumkin bekatda. Shuning uchun mana shunaqa sharoitlar qilgan ekan. Juda ham ajoyib. Menga juda yoqdi. Bu bekatda nimaga yoqtirib qoldim degan savolga mana qaranglar-da. Bekatda kitob o'qib kutib tursa bo'ladi. Keyin mana bu ishchilar qolgan. Poyezdimiz keldi. Poyezdimiz keldi.